Sevgili indeks bozor ko'pchilik biladi. Indeks bozor orqasida 9 qavatli g'ishtli Novostroy domimizni 3-qavatidan 2 xonali proyekti juda ham chiroyli bo'lgan korobka ichi bo'lingan g'ishtdan qilingan uyimiz chiqdi sotuvga. Kvadrat 63 kvadrat. Narxini oldindan aytamiz, 49.900 so'ralyapti. Sunnatiga ozgina kelishadigan joyi bor. Uyimiz ichidan ko'rsatamiz. Proyektlariga, uyni tuzilishiga sizlar yaxshilab e'tibor beringizlar. Bu podyezdda juda ham akkuratni joylashgan 3 ta xonadon. Bu yoqda esa lifti o'zini yangi, bu yoqda ham 3 ta xonadon bo'ladi. Podyezddan kirishimiz, eshiklariga balkon. E'tibor beringizlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta qulflanadigan zamogi bor. Juda ham balkon eshiklari. Kirish перышковкасы juda ham keng. Garderob, shkaflar qo'yib foydalanishga joylari juda ham yetarli katta. Bu yoqda o'zini oshxonasi uzungina, kenggina o'tirib stol qo'yib choy ichishga joylari yetarli. O'zini kattagina akvaromlari bor. Quyosh tushishi, yorug' tushishlari juda ham zo'r. Bu yoqda alohida o'zini yotoqxonasi, ota-ona yotoqxonasi, kichkina balkonchasi ham bor. Bu yoqda esa mehmonxonasi razmeri juda ham keng. Ko'rganlaringizdek ko'chaga qaragan oynasi bor. 3 metrga 320 ga 5 metr razmerda bo'ladi. Bu yoqda alohida o'zini vannaxonasi, bu yoqda samozyol. Samozyolga juda ham katta joy qoldirilgan. Bu eshikni yopib tashlab, bu yoqda spalnaxona qilib, eshik ochib, spalnaxonaning o'zini samishni vannaxona hojatxonasi qilib foydalansa bo'ladi. Bu yoqda eshikni bu yerdan yopib, bu yoqda umumiy samozyol vannaxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu uyimiz kvadrat aytganimizda 63 kvadrat, narxi 49.900, sunnatiga kelishadigan joyi bor. Bu 2-etaj. 5-etajda ham xuddi shunaqa proyektdagi 63 kvadratli narxi xuddi shunaqa uyimiz bor. Ikkalasini ham birato'la kelib savdo qilib baraka qiladigan joyi, faqat naqdga sotiladi.